Mendan judayam ko'p ayollar so'rashadi, erkak psixologiyasi haqida ma'lumot bering, erkak psixologiyasini o'rgating. Yo'q, sizga birinchi o'rinda erkak psixologiyasi kerak emas. Siz bilishingiz, tushunishingiz kerak bo'lgan narsa bu ayollik pozitsiyasi. Qachonki siz ayollik pozitsiyasida bo'lsangizgina, o'shandagina erkak psixologiyasi ishlashni boshlaydi. Ungacha emas. Va men sizga bu narsalarni etapma-etap tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda bilishingiz kerak bo'lgan narsa yoningizdagi turmush o'rtog'ingiz, juftingiz siz bilan energetik urovenda bog'langan. Agarda siz unga nisbatan qo'rquvlaringiz, negativ gumonlaringiz, xavotirlaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha erkak shu narsani ko'rsatib beradi. Siz o'zingizga ishonchni, samotsenkani oshirib va o'sha erkakka nisbatan ishonchingizni ham oshirishingiz kerak. Qanaqa ayollarni erkaklar yaxshi ko'rishadi? Ya'ni ayollik energiyasiga ega, o'zini ayol pozitsiyasidagi ayollarni. Bunaqa ayol bo'lish uchun nima qilish kerak? Buni siz avvalo bilishingiz kerak. Erkakning yonida ayol faqatgina yashab berishi kerak. Unga yaxshi gapirishi, yomon muomala qilishi, nazorat qilishi, aql o'rgatishi, ona bo'lishi yoki qutqaruvchi bo'lishi shart emas. Yo'q, faqatgina uni yonida yashab berish kerak. Hech narsa qilmasdan yashab berish kerak. Mana shu haqiqiy ayollik pozitsiyasi hisoblanadi. O'shandagina erkak o'zini namoyon qilishni boshlaydi. Judayam ko'p ayollar ona bo'lgan, erini boshqarmoqchi bo'ladi, qayerda boryapti, nima qilyapti, hamma qilgan ishlari, kuni qanaqa o'tgani hammasini hisobini berishni boshlashadi. Yoki bo'lmasam doimo menga yaxshi gapirsin, menga yaxshi muomala qilsin, tinimsiz hol ahvol so'rasin, pul bersin. Hech kimga majbur emas. Siz u erkakni tinch qo'ying-da, fokusni o'zingizga qarating. O'shandagina erkak siz bilan qiziqishni boshlaydi. Yoki bo'lmasam bir xil ayollar bor, jertva. Har doim erim yomon, qaynonam yomon, bolam yomon, men bechoraman. Jertva ayol bilan erkak zerikadi. Bir marta uni jertvaligi, bechorashqaligi ishlaydi, ikkinchi marta rahmi keladi, yo'q. Uchinchi marta yana o'sha hol, o'sha ahvol deb jertva ayoldan erkak qochishni boshlaydi. Menda ham bo'lgan, men oldin erimga nisbatan ona bo'lganman, ya'ni shunaqa pozitsiyada bo'lganman. Doimo erkakni boshqarmoqchi bo'lganman, kontrol qilmoqchi bo'lganman. Nima qilish kerak emas, to'g'ri-noto'g'rilikni ko'rsatganman. Aslida ona bo'lgan joyda erkak bola bo'lishni boshlaydi. Ular urushmaydi, ular chiqishadi, lekin hech qachon garmoniyadagi, sevgidagi munosabat bo'lmaydi. Bu esa faqatgina uzoqqa bormaydi, munosabatlarni charchatadi va erkak o'ziga haqiqiy ayol qidirishni boshlaydi. Men sizga ayolning pozitsiyalarini aytdim va siz o'zingizdan so'rang, siz qaysi birisiz va qanday pozitsiyada bo'lish kerak? Mana shu narsa haqida hozir gaplashamiz. Bilasizmi, erkaklar yaxshi ko'radigan, umuman tashlab ketmaydigan, o'sha ayolni qadrlaydigan ayol pozitsiyasi bu o'ziga ishongan, o'zini qadrini biladigan, shaxsiy chegarasini qo'ygan ayol. Bu nima degani? O'ziga ishongan ayolni har doim o'zini puli bo'ladi, o'zini ishi bo'ladi, ya'ni yaxshi ko'rgan ishlari bilan shug'ullanadi. Bu sizga o'ziga nisbatan ishonch, samotsenkani oshiradi va o'zini yaxshi ko'rgan ayol hech qachon o'zini boshqalar uchun qurbon qilmaydi. Na erkak, na ota-onasi, na bolasi. Faqatgina birinchi o'rinda o'zini xohishlari, o'zini qadriyatlari bo'ladi. Uchinchi o'rinda o'zini yaxshi ko'rgan ayol hech qachon erkak bilan talashmaydi, urush qilmaydi. Faqatgina uni eshitadi va erkak ayolni eshitishga kelganda o'zini chegaralarini qo'yib oladi. Ishoning, bilasizmi, erkaklar urush qilgan, talashgan ayollarni yoqtirishmaydi. Faqatgina og'ir bosiqlik bilan o'zini qadrini, o'zini shaxsiy chegarasini ko'rsatib qo'ygan ayollarni yoqtirishadi. Erkakni oldida ayol kishi faqatgina yashab berish kerak. Erkak uchun siz nimalardir qilishingiz kerak emas. O'zi dinimizda ham aytilgan, faqatgina turmush o'rtog'imiz haqlariga duo qilib, u ishlarini qilib berishimiz kerak. Bu faqatgina bizni burchimiz, undan ortiq emas. Endi siz erkakning yonida unga ishonib, tushunib yashab berganingizdan keyingina bir narsani qilsangiz, shuni o'zi yetadi. Erkak siz uchun hamma narsa qilgan holatda uni qo'llab-quvvatlab, har bir oilasi uchun qilgan xatti-harakatini maqtab tursangiz, doimo yaxshi muomalada bo'lsangiz, o'sha erkakka nisbatan ko'p shukr qilsangiz, shuni o'zi yetadi. Daji meni ustozim, men sizlarga bitta misol aytay. Biz erkak bilan juda ham arzimagan narsalarga urush qilamiz. Ering xiyonat qilib eshikdan kirib kelganda ham uyga kirib kelgani uchun, farzandlaringning otasi ekanligi uchun
shukur qilib, hurmat qilishing kerak deb o'rgatgan. Oddiy misol, siz turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatingizni yaxshilamoqchimisiz? Hoziroq mana shu praktikani qo'llang. Turmush o'rtog'ingizga nisbatan 10 ta yoki bo'lmasam 30 ta shukur yozing. O'sha insonga nisbatan rahmat yozing. Sizni hayotingizda borligi uchun, farzandlaringizni otasi ekanligi uchun, sizni qanaqadir ehtiyojlaringizni qondirgani uchun, umuman qanaqa yaxshi tomoni bor. Hoziroq daftar va ruchka olingda 30 ta plyus tomonini yozib, shukur aytib, rahmat aytib chiqing. Qanaqa ko'zingizga o'sha erkak chiroyli ko'rinadi, qanaqa munosabatlaringiz yaxshi bo'lishni boshlaydi. Munosabatlarni yaxshilashning eng zo'r usuli har kuni o'sha insonga nisbatan shukur aytib, rahmat praktikasini bajarish. Ya'ni o'shanaqa bo'lmagan holatda ham. Misol uchun deylik, sizning turmush o'rtog'ingiz qo'pol, sizga nisbatan yaxshi muomala qilmaydi. Lekin turmush o'rtog'im juda ham samimiy, ochiq ko'ngil, har doim meni shirin gaplar bilan erkalab, yaxshi muomalada bo'lganlari uchun behisob shukur. Meni har doim yonimda turib, meni podдержка qilganlari uchun behisob shukur. Rahmat, rahmat, rahmat. Misol uchun deylik, menga gullar berganlari uchun behisob shukur, menga mana shunaqa kiyimlar, mashinalar, uylar berganlari uchun behisob shukur yoki arzimagan ikkita non ko'tarib kelsa ham turmush o'rtog'ingiz o'sha narsaga shukur aytib, rahmat aytib, o'sha turmush o'rtog'ini maqtab qo'ying, qanchalik xursand bo'lishadi. Siz turmush o'rtog'ingizga nisbatan minnatdor bo'lishni boshlaganingiz sari sizni hayotingiz o'zgarishni boshlaydi. Bu munosabat, ya'ni siz xohlagan turmush o'rtog'i bilan orzungizdagi munosabatga erishmoqchi bo'lsangiz, faqatgina shu praktikani qo'llang. Men sizga orzuyimdagi hayot transformatsion kursimda hayot ssenariysini yozish, turmush o'rtog'i bilan u narsalarni transformatsiya qilish va har birini amalga oshirish, garmoniyadagi munosabatlar to'g'risida batafsil o'rgataman. Meni bitta o'quvchimda yaqindagina eng oxirgi patoyda bo'lgan holat, ertalab biz o'sha turmush o'rtoqlariga 10 ta shukur aytish praktikasini qo'llaganlarida, bugun menga turmush o'rtog'im bir dona atirgul olib berganlari uchun behisob shukur va bugun kechga birga ovqatlanganimiz uchun shukur deb yozgan ekanlar. Men sizlarga o'sha joyini topib hali qo'yaman. Bir dona emas, turmush o'rtoqlari 10 tadan oshiq atirgul va kechqurun o'zlari xohlagan joyda, kutganimdan ham yaxshiroq joyda birga ovqatlangandik. Shunaqa tez amalga oshar ekan dedilar. Hali bu faqatgina bu shukur aytish, rahmat aytish, hayot ssenariysini yozish transformatsiyada shunaqangi zo'r natijalar bo'ladi. Ajrim yoqasida turgan juftliklar qaytib kelishadi. Umuman ajrashib yana qaytib topishgan odzivlar, natijalar bo'ladi. Bu hammasi o'zingizga bog'liq. Yoki siz bir umr 70 yil, 50 yil bo'lishi mumkindir, urush janjallar bilan hayotingizni o'tkazasiz, yoki bo'lmasam o'zingiz ustingizda ishlab, munosabatlarni to'g'rilab, praktikalar qilib, o'sha inson bilan minnatdor bo'lib, bir umr huzurda, baxtda yashashingiz mumkin. Praktikalardan keyin, o'sha bergan praktikalaringizdan keyin, yozganimdan keyin gul berishni boshladilar sovg'alar sifatida. Va undan keyin ovqatlanishlarga, ko'chalarda, parklarda aylanishlarga, qanaqadir birgalikda sayohatlar qilishlarga ham qilishni ham boshladik. Orzuyimdagi hayot transformatsion kursimizda juda ham ko'p modullar bor. Birinchisi o'sha ayollikka qaytish, hayot ssenariylarini yozish, erkak psixologiyasi, psixosomatika bilan ishlash va orzuyimdagi pul. Bular hammasi bir-biriga bog'liq. Bu katta 3-4 ta modulni bir oy davomida ishlanadigan praktikalarni men sizga hozirning o'zida tushuntirib bera olmayman. Men sizni orzuyimdagi hayot transformatsion kursimda kutaman. Hoziroq pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va mana shunaqa natijalarga erishib, baxtli hayotda yashang.